Voy dod, bu pardani yopilishini qarang. Bu ko'rib turgan pardaning jalyuzi bo'ladi. Qarang, ikkita rom deyaptilar, bitta eshik deyaptilar. 4 millionga tayyor bo'ldi deyaptilar. Bitta eshigi deyaptilar, bonusga bo'ldi deyaptilar. Ko'rib turibsiz jalyuzini haqiqatan vashi boshqacha. Mana shu ko'rib turgan jalyuzingiz o'zi 1,5 millionga tayyor bo'lgan deyapti. Undan tashqari ko'ryapsizlar do'stlar, 1000 xildan ortiq deyaptilar, jalyuzi bor deyaptilar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 100 ming so'mdan 350 ming so'mgacha bo'ladi deyaptilar. Garantasini qarang, garantasi 3 yil deyaptilar. Agar oqarib, qizarib, sarg'ayib ketadigan bo'lsa deyapti, agar motorchilar ishdan chiqsa deyapti, borib mutlaqo bepul qilib beraman deyapti. Faqatgina bunga osilib, sindirib oladigan bo'lsa, o'zlaringni bo'yinlaringda bo'ladi deyapti. Undan tashqari ko'rib tursa, mana tevadagi ramkasini ham ichiga qo'shib beraman deyapti do'stlar. Farg'ona shahar bo'yicha borib o'rnatib, kesiz o'lchas qimmatlari mutlaqo bepul. Bemalol akamizga murojaat qilib, faqat mana nomdan chiqib, uka shunaqa bo'ladi nomidan chiqdim sanang, narxini arzon qilib beradi. Atrofga qaragan sizlarga aytib o'tib ketdim. 1000 xildan ortiq deyaptilar, parda bor deyaptilar. Haqiqatan ko'rinishini ko'ryapsizlarmi? Olibdi haqiqatan jalyuzi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mana shu videoni sinovishni yaqinda uylanaman degan do'stlaringiz, undan tashqari xuddi shunaqa jalyuzi parda o'xshatib yurgan do'stlaringiz sirashni tashlab beringlar. Videoga bitta like bosib esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.